Это Husan фермер. Он zamonaviy человек. А это Хасан фермер. У него техника не работает, только жена работает. Voy, mana bu olmalarni katta bo'lib ketgan. Ne jonim? Ha endi dehqon zo'rda onasi. Voy, siz qandaysiz, jonim? Atir gullar ochganda, Voy. cho'ntakdan pul qochganda. Assalomu alaykum dada. Havila. Bu bilan bor Toshkentda. Chaqirgan Nima ekan. chiqarib yubording? Ha, ana ketmonni olib keling dedim. Xo'p, hozir olib kelaman. Ha. Ey parivash, gul yuzlari oydek sanam. Voy. Tunda borib Dada, ketmonni olib keldim. Rahmat. voy. Endi borib ana 12 gektarli makka payani o'rib keling. Faqat Xo'p. uzoqroqda Ha. keling. Bo'lmadi olma bog'ing. Yur shop tolib qo'taylik. Ketdim. Qachon biz ham Husan akaning texnikalaridan foydalanamiz? Qo'llarim qadoq bo'lib ketdi-ku. Husan akangni texnikasini nima qilasan? Mana tayyor kombayn turibdi-ku. Husan akaning xotini mazza qilib yuradi. Suv qo'y. Bu bilan bu. Mollarga qara. Bu gapetga nima? Voy, abidga qaynatma sho'rva. Shashlik ham bor. Sharoit zo'r-a. Sharoitni zo'r qilib bergansiz dadasi. Kavsarda bu, Kavsar. Ha. Ana, bu bilan bu mahalladoshlar bilan sudni urushdan ham qutuldingiz endi. Nimaga dada? Iyo, yashil knomkani bosing. Ana. Muzikalniy fontani. Haddalamizni Toshkent Citydan qaytgan. Toki ham bor. Solnichniy. Kavsarda bu bilan bu. Hajjoningdan aylanib ketay. Dada, yorvordingiz. Ay, malades kombayn. Chapman. Dadasi. Husan akani Kavsaridan olaylik. Shlankasini shundoq suvga qo'yarkansiz, dalaga o'zi suv quyar. Husan akangni shlankasi yoqib qoldimi sizga? Unda Kavsar bo'lsa, mana menda Ovsar. Qachongacha ketmon chopib yuraman. Ana shashligu, mana shashlik. Voy, katta o'g'lim qani? Iyo, bir hafta komandirovga borib kelsam, katta o'g'il qo'yapti. Kelmas. Shashlikda qarang. Ona qo'lingiz gulda gul. Voy, dadangizni shuncha sharoitidan keyin qo'lim gul tugul ramashga bo'lib Ha endi ketadi. onangiz uchun sharoit qilib berdingda bu bilan bu. O'zi 220 million turar ekan. Shuni ishlatsiz davlat 120 million subsidiya ham berar ekan. qarang. Bu sharoitlar men qilganim yo'q. Kavsar qildi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oybekani mumkinmi? Oybekmi? Ha, xudoga shukr. Men deb o'ylabman. Tomchilab sug'arib qo'ymondingizmi ish qilib? Shunday agarodga suv qo'yib keldi. Qo'yib bo'pti shekilliga, o'tiring. Voy, endi orzu havaslarim nima bo'ladi dadasi? Baribir bir qarab keling. To'xtang, shoshmang. Hey, Makka payiga o'tiring, shu yoqqa ketdi ona bola. Shu yoqda razbor qilasizlar-da. Kavsar, zamon bilan ham nafas fermerlar uchun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oybekani mumkinmi? Oybekmi? Ha, xudoga shukr. Men deb o'ylabman. Tomchilab sug'arib qo'ymondingizmi ish qilib? shunday agarodga suv qo'yib keldi. Qo'yib bo'pti shekilliga, o'tiring. Voy, endi orzu havaslarim nima bo'ladi dadasi? Baribir bir qarab keling. To'xta dedim. To'xtang, shoshmang. Makka payiga o'tiring, shu yoqqa ketdi ona bola. Shu yoqda razbor qilasizlar-da. Dada, meni O'chir ovozingni. Turishini qarang, voy, echki. Hech bolasi yo'q. Taxtda turgan bitgani. Voy, sekiroq gapiring. Yomon bo'ladi. Butun mahallaga sharmanda bo'ldingiz. Voy, Voy, dadasi, sekiroq deb kellarni keling. Aralashma sen. O'zim bilaman. Ha, to'g'ri. Sizni shu ahvolga shu soldimi? Siz nima meni o'g'lim uryapsiz? Voy, nimaga urmas Nimaga? ekan? Bizni sharmanda Urmas ekanmi? qildi-ku. Ha, sizlarni ham sharmanda qildi. Uraveringlar. Voy, shoshmanglar. Sizlar meni noto'g'ri tushunasizlar. Oybek meni kursoshim bo'ladi. Ha, yo'q. Erim fermer. Kavsar haqida so'ragani kelgandim. Subsidiyaga berishayotgan ekan. Kursdoshingiz ekan bu bilan bu. Aka meni talba qildinglar. Kavsarni tushunmadingizmi? Onasi men sekin olib borib Kavsar tushuntirib kelay, ha? Beri tushuntirgan ekan. Ha, tushunmabman-da, shu bo'lmasa o'zing tushuntir. Jon deb tushuntirib qo'yardim, biz oilada mumkin emas, hozir yangangiz tushuntiradi. Maqa keling. Tushuntirib qo'ymoqchi edim-da. Epla menga tushuntirib oling, dadasi. Endi sen bittada tushunmaysan-da. Senga uzoq tushuntirish kerak. Oldimga tushing. Aka, Kavsarning zo'rligini ko'rdingizmi? 24 7 bor. Yangaman qiynalmasdan choy ichib o'tiradi. Ha, to'g'ri.
Eng asosiysi, davlat 120 million subsidiya ham beradi. Agar kreditga olaman desangiz 5 yilga ham beradi. Agar 2 yilda yo'qolsangiz, foizsiz. Shundoq. Zo'r ekanda Kavsar. To'g'ri aytasan O'zar. Xudoyimdan aylanay. Ana hosil ay qiz. Dadasi shunaqa zo'r hosil bo'pti. Xirmonga baraka, xirmonga baraka. Kavsarga baraka yo'qotib qo'yasizlar. Donasi, men hozir o'rtoqlarim oldiga boraman, kelaman. Dadasi, gapga pul beraman degan. Mashina beraman. Kavsar, zamon bilan hamnafas fermerlar uchun.